Dovdi muhr texnikasi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, yana Donqua tahlil kanali va Extreme. Bilaman, zeriktirib tashladim, lekin bugungi mavzu aynan qiziqarli Dovdi muhr texnikasi haqida. Bu muhr texnikasini Xiaoyangga Suner maxsus usulni yashirincha beradi. Xo'p, Dovdi muhr texnikasi qadimiy zamonlarda bir Dovdi tomonidan yaratilgan Di toifasidagi yuqori darajali dov texnikasi hisoblanadi. Ushbu Google'ning maxfiy merosi bo'lib, 5 ta alohida usuldan iborat. Tog'larni parchalovchi muhr, dengizni yoruvchi muhr, yerni teskari aylantiruvchi muhr, samoviy ko'muvchi muhr, qadimiy Dovdi muhri. Bu 5 muhr bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Agar kimdir ushbu 5 muhrning barchasini to'liq mukammal darajada o'zlashtira olsa, u dengizni ag'darishi, okeanlarni ostun-ustun qilishi, samo va yerni qulatib yuborishi mumkin bo'ladi. Uning eng yuqori cho'qqisidagi qudrat Tian toifasidagi dov texnikalariga tenglashadi. Biroq bu texnikani mashq qilish uchun kamida dovang darajasiga yetish shart. Aks holda urinish muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanadi va faqatgina azob uqubatga olib keladi. Mashq qilish shartlari esa ushbu texnika mashq qilishni boshlash uchun avvalo dovang darajasiga yetish zarur. Agar bu darajaga yetmasdan turib mashq qilsa, nihoyatda katta muvaffaqiyatsizlik va zarar tegishi aniq. 5 ta muhrning har biri alohida talablarga ega. Masalan, tog'larni parchalovchi, dengizni ag'daruvchi, yerni teskari aylantiruvchi, samoni ko'taruvchi yoki qadimiy Dovdi muhri barchasi tanadagi 3 ta maxsus chi yo'lni ochishni talab qiladi. Bu chi yo'llari tanada dovchi oqib o'tadigan tomirlarga o'xshaydi. Masalan, tog'ni parchalovchi muhri uchun zarur bo'lgan 3 ta chi yo'li o'ng qo'ldagi eng chekka va nozik joylarda joylashgan bo'ladi. Chi yo'llarining murakkabligi inson tanasida chi yo'llari samoviy yulduzlar kabi nihoyatda murakkab. Ularning soni sanoqsiz bo'lib, ayrimlari juda kichik va topish nihoyatda mushkul. Bundan tashqari, ular juda mo'rt bo'lib, hattoki ozgina kuchliroq energiya yuborilsa ham dars ketishi mumkin. Ularni ochish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Kuchni birozgina oshirib yuborishning o'ziyoq yo'lning yorilishiga olib keladi. Tog'ni parchalovchi muhr uchun kerak bo'ladigan 3 ta chi yo'l esa tasodifan o'ng qo'ldagi eng chekka yo'llarda. Ularni ochish uchun juda ko'p vaqt va sabr talab etiladi. Texnikaning noyobligi bu, ya'ni muayyan tomir va chi yo'llarni ochishni talab qiladigan dov texnikalari odatda dahshatli qudratga ega bo'ladi yoki afsonaviy toifaga mansub bo'ladi. Ilgari Xiaoyan alangani yoruvchi to'lqin texnikasini mashq qilganda hech qanday chi yo'lni maxsus ochishga hojat sezmagan edi. Shunda ham Dovdi muhr texnikasi qanchalik noyob va betakror ekanini anglash mumkin. Donqua tahlil kanali va Extreme. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Banana TV ilovasida Osmondagi janglar animesini sifatli ovozda va original formatda ko'rishingiz mumkin. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha